Demak, xitoyliklar O'zbekistonga kirib kelishyapti emas, ular kirib kelib bo'lishdi. Hozir faqat ildiz tomir yoyishyapti. Mana bu Toshkent xaritasi. Qizil nuqtalar esa hozircha ko'zga ko'rinayotgan xitoyliklar qo'lidagi hududlarimiz. Askiya bozorni olishdi, Abu Sahiyni olishdi, mahallalarga joylashishdi. Shahar bo'ylab mehmonxona, magazin, market mahsulotlari uchun bir qancha joy ularga sotildi. Endi O'zbekiston bo'yicha qarasak, bu davlat xaritasi. Toshkentda sanadik bor, Navoiyda eng katta tillakon zavodlaridan biri ularga o'tdi. Bu bizning resurslarimiz, lekin endi uni Xitoy qazib olyapti. Farg'onada, ko'proq Qo'qonda deylik, o'z magazin, market, savdo majmualarini katta-katta qilib ochishyapti. U yerda ham bor. Samarqandda ham shunga o'xshash hududlar soni ortib borayotgani bor gap. Qisqa qilib aytamiz. Xitoy O'zbekistonda. Eslatib o'tsak, Xitoy avval bunday harakatlarni ko'p uyushtirgan. Qozog'istonni bosib olishga uringani esingizda bo'lsa kerak, yoki 2011-yilda Tojikiston Xitoydan qarzlarini to'la olmagani uchun hududini Xitoyga bergandi. O'tgan dekabr oyida ham Rossiya Xitoyga uran konini sotgandi. O'zbekiston 2022-yilda 1 milliard dollarlik gazini sotgandi. Endi esa bu tomoshalar. Xitoyliklar mahallalarimizga joylashishni boshlashdi. Bu xitoyliklar bozorlarga kirib kelishda indamadik. Biznesga kirib kelishda indamadik. Endi mahallalarga ham kirib kelishdi-yu. Undan keyin ko'chada rus tilida osishga ruxsat berilmagan reklamalar o'rnida bugun Xitoy reklamalari osilgan. Bozorda olinadigan tovarlarning 90% ham Xitoyga tegishli. Ular yaxshigina joylashdi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik bundan norozi bo'lib fikr bildirmoqda. Yuzlab insonlar video murojaatlarida asosiy mavzu Xitoy va xitoyliklar bo'lib qoldi. O'zining og'ir yengil gaplari bilan mavzuga qaraganlar orasidan eshitishingiz kerak bo'lganlari navbatda. Deputatlar Alisher Qodirov, boshqa deputatlarning gazni xalqqa gapirgandan ko'ra, uxlamanglar, ko'chada Xitoy tablichkalari ko'payib ketyapti. Nimaga ruscha reklama qo'ysak ruxsat bermagansizlar? Ko'chada Xitoy hieroglifiga indamayapsizlar. Tilinglar qisiq joyi bormi? Mumkin emas. Siyosat darajasida qonun chiqaringlar. Birorta Xitoy hieroglifi bo'lish kerak emas. Bu siyosat bu. Kim siz men xitoycha yozuvni tushunamizmi? Yo'q, bu miyamizga Xitoy yozuvini hozir ko'zimizni oddiy boringlar, mana Abu Sahiyda ham, ko'chada ham men ko'ryapman. Bu nahotki buni ko'rmayapti o'sha deputat bo'lgan odamlar. Buning asosiy chorasi sifatida Xitoyga hududlarni sotishni man qiluvchi qarorlar qabul qilishni so'rash kerakligi aytilmoqda. Chunki bunday ketishda farzandlarimiz xitoyliklar egallagan hududlarda katta bo'lishadi. Muammo ularning kelishida emas, ularning bu yerda tomir yoyishlarida. Chunki qaysidir davlatni egallash uchun ba'zan urush bo'lishi shart emas. Xitoy mana shunday aqlli